Bo'ldi dada, endi daljamay to'g'ri o'tiring. Amaki, qayerdasiz? Uya keling, maslahatli gap bor, tez keling faqat. Ya, yana shu. Telefon qilaman, qayerdasan, qayerdasan? Sanlar dastingdan. Yana nima bo'lyapti? Mana emas. Ha, dadam bu safar. O'rganib qolibman, kechirasiz. Telefon qilasizlar, sen problema qilyapsan. Dadam, o'ylanaman dedi. Shu yoshda jinni tutganmi? Bilmay topilmish qiz biz shunga sovchilar bor, o'ylantiringlar dedi. Yastig'i nima quchoqlab o'tdi? Bilmayman, gaplashing qavingiz. Ismat, sen jilli bo'ldingmi? Nima bo'ldi senga? Aytqan menga. Nima bo'lan? O'ylanasizmi? Shu yoshdan. Hammaga qarang, endi o'ylanayotgan bo'lsalar, o'ylantiraylik. Siz chaqirishimdan sabab to'yda bir narsani ko'taring. Sal sharoit og'irda endi nimani ko'tarasiz? Men shu hamma gap so'zlarni men ko'taraman, bacham. Shu so'ksalar ham, tuhmat bo'lsa ham hammasini menga gapirib ko'taraman. Hazil qilmang endi. Nima qilay? Nima qilay? Menga qarang, bir mebelmi nimandir ko'taring demoqchi. Bo'l, mebel ko'tarish kerakmi? Men ko'taraman, to'y boshlangan. Tamam. Turing. Bering, yastig' ber. Ha, shu yoqqa qo'yinglar, joylashtireringlar. Yaxshi, jiyan. Amaki, katta rahmat. Tamam. To'ylarda ko'rishamiz. Tamam, sog' bo'ling. Ha, jo uni ol, bu yoqqa qo'y. Avo. Bitta qo'l qo'yaverasiz. Nima qo'l qo'yishim kerak? Amakingiz mebellar uzoqdan aksiyadan bo'lib ko'rishamiz. Men otaman. Siz otizga berdi. Hozir bir minut o'tiring, hozir kelaman. Men yaxshilik qilsak olaman. To'xtang qat. Nima aytdingiz hozir? Yetishayotganmi? Aksodan men otaman, muddatli to'lab olibsiz shu narsalar. Men o'zim bildim, u yoqda 006 aksiyasi ketib turardi. Do'kon ishdagi maishiy texnikami, короче, любой narsani 006 aksiyasida o'zim tan narxini bo'lib to'lasha beribdi. Shu yoqdan o'zim olsam ham bo'laydi. Qaysan menga aytding? Mebelni ko'tarasizmi deding? Ha dedim, mebelni birga ko'tarishib kirgizdim ichkariga. Men pul berasiz deb o'ylandim. Ama pulini beraman. Keting, men olib ketdim. O'ylanmaydi